Lablaring uncha yo'q, tishlar Shuni yech. Xush kelibsizlar, yana kiyingizlar, maylimi? Xo'p. Ya sniper misin ona? Bitta olay ona. Men filma dedimmi? Ay Gülcan. Barber imanı. Barber imanı. İman. Chimaysin! Ay, bironta sifat shkolatiga tegmading. Sandiqqa solib qo'yaman, yangi yilda chiysanlar. Ya o'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Oliviya salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Onalar yashirishga arziydigan shirinlik. Qanchalik ha, Qodir quloq. Ming bor zo'r, sanikidan baland mashina olib qo'yibmiz-da. Ya, muncha pastdasan Qodir quloq. Dadang tagi stolcha qo'y, gapirishga qiynalyapmiz. Baland mashina olib qo'yibmiz-da. Menga qara. Dadangni orqasi yonyapti, lekin bildirmayapti. Kechasi shunaqangi qiynab chiqadi, zumnoy pasta so'rt yalpizligidan. Joyini ham qo'l qilib qo'y. Ya Realing nima bo'ldi Realing? yutqizib qo'ydi. Mbappeng o'yna olmayapti-ya. Uni ustiga men mana bunaqangi mashincha oldim. Yaqinda Xonsaroydan uy olaman. Traynoy udar bo'lar ekan-da. Assalomu alaykum Qodir aka. Assalomu alaykum. Suvdan qarz bor ekan, suvni o'chirishga keldik. Ya aka, bir ikki kun o'chirmasdan turing shuni suvini. Chunki bunga suv hali ko'p kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa napori bilan bering. Sen bakka Qodir quloq. Sen nima ajablanmayapsan? Ajablan. Seni ko'ting yonishi uchun oldim bu mashinani. Faqat meniki yonadimi? Yonsin. Ovozini qara, dingillatadi. Dada, Bolam. mashinani kreditga oldi. Endi pulini o'lib to'laysizmi? O'lsam o'laman bolam, lekin Qodir quloqni orqasini yondirib, kuydirib, keyin o'laman bolam. Kelim, ovqat zo'r bo'pti, o'ng. Rahmat, qornim